Bizda yangi rubrika. Aktyor Lidonukni hammamiz taniymiz. Ko'pchilik daramishlar bu aktyorni aynan 9 dumli tulki afsonasidan so'ng yoqtirib qolishgan. Ammo uning ilk dramasi va karyerasini qachon boshlagani haqida bilarmidingiz? Aktyor o'z karyerasini 1999-yildan boshlagan. U MBC tomonidan bir qismli kichik Maktab 2 va Maktab 3 nomli dramalarda chiqishni boshlagan. 2005-yilda esa u o'zining ilk katta loyihasi Malgol nomli dramada bosh rollardan birini o'ynab, mashhurlikka erishdi. Shu kungacha u taxminan 29 ta drama va filmlarda rol o'ynagan. Ular ichida faqat bittagina tarixiy drama mavjud. Ular ichida eng mashhurlari esa Kumiho, Goblin, Yomon va aqldan ozgan, Do'zaxdan kelgan notanish va Qotillar do'koni kabi dramalar hisoblanadi. Hozirda aktyor 31-mart kunidan chiqishni boshlagan Ajalishdan sug'urta nomli dramada chiqyapti. Xo'sh, siz Lidonukning yana qanaqa dramalarni bilasiz? Izohlarda yozib ketishni unutmang. Lidonuk chiqqan barcha dramalar ro'yxatini olish uchun esa izohlarda Lidonuk deb yozing. Aytgancha, obuna bo'lishni ham unutmang. Bu yerdagi dramalar haqida ko'p gaplashamiz.